Sizlarga aytmoqchi bo'lganlarim intayin ko'p. Aytib bo'lolmayman. Ba'zilarini naqshlarim bilan yetkizdim, yana ba'zilari keyingi naqshlarimda aytilar balki. Men hikoyasi bor odam. Hikoyalarim orasida siz biladigan va bilmaydigan men, bilishga arziydigan siz va bilgim keladigan u ham bor. Bu hikoya hammamizning hikoyasi. Her o'ylasam as yodimda bor ediniz, mana bugun huzurimga xush keldingiz. Yaxshimisizlar, xush keldingiz programmamizning aziz mehmonlari. Hammangizga xush keldingizlar. Xush keldingiz programmamizning bugungi soni bilan sizlar bilan qayta yuz ko'rishganligimizda intayin xursandmiz. Bugun sonimizga taklif qilgan aziz mehmonlarimizdan Suyimlik inim Yusufjon Mijit, Mutallibjon Qovul ve Mahmudjon Mamut. Bugünkü aziz mehmonlarimizning biz bilan suhbatning ko'ngilli bo'lishini chin dilimizda umid qilamiz ham sizlar uchun. Ma'lum bir ma'nilik minutlarni ato qila olishimizga chin dilimizda tilakdoshmiz. Bularning qolgan ahvollari bilan tunishib chiqaylik. Mutallibjon Qovul inim to'g'riliqini uchurlarni ko'rib turmanda yana. Nayte fikrlari joyida, ta'sir doirasi xeli bor, o'zining maxsus salonlari bor. Mutallibjon Qovul deydigan bir ism paydo bo'ldi. Buni zaman boshqalarning ig'izda anglab, uni keyin izlab ko'rdimda. Nayte yaxshi fikrlar. Ondan ko'p qirli, iqtidorli shunday bir balimiz borki, yumorlarni anglayapman. Uning ustiga o'zining mulki do'rash iqtidorimi borki. Har bir jutning yerlik shivilar bo'yicha yumorlarni so'zlaydi. Mo'shu bola alomat bolaki. Men tafsil o'qimayman da endi nimasini qiyosni ko'rishmagan ekan, hatto yashini o'qimayman. Qanchalik biz bilan tangmi yo kichikmida. Qiziq yurgan kunlarimning birida Mutallibjon Qovul menga telefon qilib qoldi. Aka, men Mutallibjon Qovul, qanday ahvolingiz deb. Men faqat tunimaydi ekanman bu Mutallibjon Qovul deb o'ylab yurdim. Biroq biz allabirdan tanishib ekanmiz. Haliqi men qiziqib yurgan Mutallibjon Qovul mushinim shukan. Biz buni ko'rishib ekanmiz. Biroq endi balki mening ismimda qolmagan bo'lishi mumkin obrazichi. Ism bilan Mutallibjon Qovulni birlashtirolmay qoldim. Mushunda bir sababli telefonda aka men Mutallibjon Qovul degan men chandomdim bizga. Va qanday o'g'lim deb boshlab ketdi bu gapni. Bu chaqda Mutallib o'zi menga bir yozgan naqshisini ivatmoqchi bo'lganmi Mutallib? Ha. Nima unutmisi? Ata-onam bor deysizki. Shu vaqtda shu o'zing yangi yozgan naqshga u. Tekstni shu o'zing yozgani? Ha, shu o'zim aytaman deb buningki o'zim vashi aytaman deb qolgan naqshdi. Yuqorisiga chiqdim. Vaqirab. Tuniga tushmayman da qilib. To'xta deb o'ylanib, Abdulla akamning asl naqshisiniki mimasi shu tuvindika asl. Mimasi. To'xta. Abdulla akamning naqshisi ekan bu. Deb Abdulla akamga shu naqshini avatib berish munosabati bilan qaytadan undidorlashdik. Amniyatda biz 2011-yilmi shu Yakan Mashrifiga Abdulla akam borgan chog'da shuning oldida telefonda ko'rishib tushirib, shu Yakan Mashrifini suratga olib bo'lgan ekan, biz ko'rishgan. Shu chog'da Abdulla akamning hamda menga bergan alohida bir yaxshi ta'sirning bo'lgan deganda. Meni ijroqdan kelganimni ko'radi Abdulla akam. Shu programmaning rejissyorlari bor, operator bor, yugurib kelib quchoqlashib ko'rishib, aytib bir izzitimni qilganda, shu chog'da qaytadan bir hurmat tug'ilgan. Shu kirib kelgani qana ko'rgan to'g'ris. Abdulla akam shu chog'da putuq cho'ng keldi, oyoq kiyib olibdi. Ovoz chiqqan degan. Ovoz chiqqan, ha? Shunda bir sabablar bilan ko'rishgan, lekin undan keyin men Abdulla akamni o'zim izlamagan. Chunki Abdulla akamning mayli qilayotgan kasbiga bo'lsin, bizningki qo'limizdan keladigan bir doir bo'lib qolsa, Abdulla akamga biz aka meni mandarax bir narsam bordi, siz manadan foydalaning yoki ishni bir jonlantiring degidek sharoit kelgan bo'lsak, Abdulla akam qo'ldan bermaydi shu vaqtda. Lekin bizningki davomli shu chog'da izlasak, nima deymiz deganda Abdulla aka nima ish qilyapsiz?
Abdulla akam naqsh yetdi endi qo'yib vaqtmaydi, navaylik qilmaydi. Bizga tunishib bo'lgan ekan shu. Ko'nglimizda naqshi muzikalar orqali yangi naqshlar chiqsa, ma akam salom etgan, yaxshi turib yutibdi deb ko'nglimiz diyat yetib turgan. Ammo shu bir naqshini o'zimning endi ovoz sharoitim to'g'ri kelmay, Abdulla akamning naqshisi bo'libdi shu. Abdulla akamga bir ko'ngil so'z qilay deb Yusufjondek o'zim yetib so'qimda. Ayting aka deb shuni aytdim. Anadan keyin bu arliqda yana bir qiziqish bor. Men Abdulla Kamoldan qitim taqatgan kelmigeç degan naqshning tekstini yozaman. Mening kallamdan men burundan yipiqroq narsalarni tarixiy makalasi uslubdagi she'rlarni yozishni yaxshi ko'raman. Andaq bo'lgandan keyin buni yozib, mening atrofimda men ahang ijodiyat qiladigan not yozadigan balla bor. Ko'rsam buni naqsh teksti demay, bishiga bir hikoyadek bir tema qo'yib diplomasiya qilib taqdim etdi dedi. Bak ko'nglim keldi. Chunki men bu she'rninki yaxshi chiqib qolganini bilaman-da, his qilgan. Shunda Abdulla akamga hechnim demaydi yo'llab qo'ydim dedilar. Ras hechnim demaydi yo'llab qo'ydi. Birdamdan keyin Abdulla akam mana shuni o'qiymi demadi-da. Sen mani bir nima qildingmi, qilmadingmi? Sen nem qilmagan bo'lsang, men o'zim nem qildim hozirlanib. Men nem qilishni boshlayman dedi. Qo'shilib ketdim men. Bo'ldi Abdulla aka, siz nem qildingiz bo'lsa. Dedik, ajoyib bir cho'ng naqsh qilib itdi. Undan keyin yana bir tekstlarni yozishlar bo'ldi. Ahmaydan yozib berdik. Shu jarayonda Abdulla akam bilan hozirgidek endi yaqin munosabat. O'sha yaqin munosabatlarda bo'lib qanday gap so'zimiz bo'l, tatilmay, ajitim tushsa, davrman dedi. Ustoz deb shuma. Aka, siz mana ishim bor ekan meni. Ustoz deb. Darhalla qo'ldan keladigan o'zim nisharat yer birdaga ishlar bo'lib qolsa vaqtida qilib beradi emaslar. To'g'ri. Endi bugun Yusufjon desak, Ipak yo'l sadosininki tunji qarani chempioni, Mahmudjon desak, o'zi yaxshi ijodiyatchi, yozadi, chaladi, o'qiydi. Endi bu shikanglar bilan birga Mishad Abdulla akam bilan paranglashib o'ltirish fursatini shu Abdulla akam bizdagi azroq iqtidorni bayqab, biz shunda fursatni berdim. Shu munosabat Abdulla akamga rahmat aytaman. Shu sizlarni yaxshi ko'rmiz ukam, ko'pchilik yaxshi ko'rdi. Shunga sizlar to'g'riliq nurg'un uchirlarga erishmoqchi bo'ldi. Sizlarni ko'rayotgani faqat ijodiyatinglar, naqshanglar, yoki sandik qiyofatinglar, yoki umr chaqchaqlaringlar, salondagi bir necha minutlik ish faoliyatinglar bo'ldi. Teximiz sirdoshqisi bor xalqningda. Shu biz ham o'zaro suhbat bizni yaxshi ko'ramiz sizlarni. Mundashqanni yaxshi ko'rib o'taydigan ko'zoynak taqsam vam ko'rmayapti. Ko'rmay kelyapti. To'g'ri, mush to'g'riliqmi? Paranglashib to'g'ri keldi Mutallibcha. O'sha kelmigeç degan naqshni aytgandan keyin Mutallibjon qavul deydigan bir shoir. Hamda boya tekst to'g'riliq gap qildi Mahmudcha. Bu she'rni menga ivatiblar, gapmi qilmay turdi bu nim deb imkos berdi degan o'xshaydi. She'rni o'qisam haqiqatan pishqon bir qalam egisini she'rida bu. Ana naqshni tilma oldim. Umid Abdulla akam yaxshi yozdi bu. Haqiqatan bir pishqon shoirning qalami. Shuni dastlab birinchi o'yam bu boshqa bir shoirning she'rini men naqsh qilib aytgan deb evatib qo'ydim o ya. O'zi yozganmidi deb qarsam Mutallibjon qavul deb nimasi bor. O'zi yozibdi. Voy, to'xta bu men chaqchaq qilgan ish emas ekan bu deb astoydil. Nima qilmoqchi naqsh qilib bo'ldingmi ya? Menga berib aytdingmi desam, "Voyam biz buni sizga berib aytmay nima bo'pti ekan deb davosda deb buni ijodga topshirib, nihoyat yaxshi she'rni mana bizning ustozlarimiz bor-ku, shoirlar, balkim bu she'rni ko'rgan bo'lsa yoki anglagan bo'lsa, bizga o'xshash yaxshi bor bu. Saviya bor. Haqiqatan uning ustiga bizning shoirlarimizning ichida klassik uslubda yoki ustozlarni yo'lini tutib shu shaklda yozdiganlar ozroq-ku. Bo'lsa hozirgi zamon she'rlarini yozamiz, shoirlar. Masalan, barmoq vazni degan keyin chiqqan qoida bo'yicha yozamiz. Bu oruz vaznda, klassik usulda ana she'r yozgan shoirlar biroz ozroq. Qarsam shunda bu she'rdan keyin inkoslar ko'p bo'ldi. Mutallibjon qavul deganmi? Peshqadam shoir va ekan. Shuni ular mendan so'raydi buni kim
Bu maşına bir elimiz desem. Bunun hamdılığı başkadan qiziqqanlar va yumurlarni yani anlab deb so'rab. Ammo bilgisi var nima? Mutalibchan ko'zi burundan shundami? Abayız ko'may qaptimi dedi-ku. Shuning o'xshash burundan shundami yo keyin shunda bo'lib qolganmi degandek. Endi men shu yakanninki qo'shirab deymizmi shu Mahmudjonning mahallasidan Biz qo'shna, qo'shna. Qachon qo'shirab? Men qachonda? Yakandan endi bir 100 kilometr kelib qoldi Naishchidan. Shu bir tog'liq rayonda cho'ng bo'lganman. Endi tug'ilishimdan faqatlam ko'rmayman. Bunda desam nurg'un odam ishonmaydi chunki men 2010-yili kompyuter o'rgangan. Kompyuterda masalan shu chaqlarda endi oddiy mashg'ulotlarni qildik. O'zimizningki yozgan she'rlarimizni o'zimiz boshqalarga tayanmay, kompyuterga besib saqlab yana unutib qolsak, shu kompyuterdan tetib qiladigan andikin bir barmoq diskiga naqshini ko'chirish, kompyuterdan barmoq diskidan kompyuterga ko'chirish degandek keyin shu hanzi shu bekatlardan o'zimiz foydalanish tegishli bo'lgan materiallarni izlab tushiraylikdek bo'ldik. Shu 2010-yili endi hech qanday bir balla kompyuter ishlatmagan. Men shu kompyuter ishlatdim 2012-yilga kelgan chaqda lekin biz davr bilan tangmamiz deb Shimjondan bevosita shu telefon yasaydiganlar bilan aloqalashib, shu telefonniki amallarga mos keladigan shu ovozli ranjani qachirtib biz QQ ishlatishni boshlagan. 2011-yilda. 2011-2012-yilda. Shu tug'ilishimdan ko'rmagandan hamda boshlang'uchdan o'qimaganda bundaq turib bu qanday bo'lib she'r yozadigan bo'lib qolgan desam men endi shu dadamninki burundan ancha-muncha yozdi ekan qildim. Mana she'rni yozgan degidek she'r yo'q. Lekin shu xalq ichida endi shu yozalaydi deb biladi ekan. Hem men kichigimlik ko'rmagandan keyin bular bir sabab qilamiz, o'g'alning cho'ngi deb shu bakchiq davoltib ketgan. Jo'ng ichi dorilarni ko'zga tangadigan, temitadigan ishlar qachon faqat unmaydi. Ko'zninki rolni tushunmaydim-da o chog'da. Men bularni hammadan ko'rmaydi deb o'ylaydim. Unda sizdan bo'lgandan keyin to'g'ri. Qilgandan keyin shu jarayonda mening onam hamda shu yizada, shu sharoitda 100 necha ko'ydim mashilib ishlaydigan bir vaqtlik o'qituvchi. Tushunmaydigan hikoyalar vardı. Hikayani kitap qaramaydi, shu yodlab berdim, o'qib berdim ona. Baş hikayani anglaydim, savoq men bilan tang tushib bolalarning hammasi maktabga mangda 6-7 yoshga kirdik. Shu chaqda boshqa bolalarning ko'rdiganligini, o'zimning ko'rmaydiganini his qildim. Bu maktab ketdi, men yolg'iz qoldim. Onam o'qituvchi maktabda, dadam bo'lsa shoför sirtda. Shu jarayonda turib, asli boshqalarningki bir odam yitlab mangmasin, mangalaydikin, ko'ralaydikin degan bir narsani o'ylab, shundan e'tiboran men radiolar manglaydigan bo'ldim. Radioda birga naqsh anglayman, yana birga maxsus roman, radio dramalar vardı. Şunu anglaydim. Şu orqali endi burundan shu kichik vaqtim tarix qiziqadigan o'xshayman deb o'ylayman, cho'ng bo'lgandek his qilganimda. Shuni anglash orqali birinchidan dunyo ko'z qarashimiz o'zgaraydi ekan. Ko'z oldimizga kelib turib, shu radio daramanda bu bir hikoya deb lamalab o'tib ketmay, manda ishlar tasavvur qilib qolganimizda. Ko'rinishlarni ko'rib turibmiz-da. Shu tasavvurlar bilan cho'ng bo'lib, 17 yoshimdan boshlab she'r yozishga boshladim. Tuyuqsizlab she'r yozadigan bo'lib qoldim. She'r yozib 5-6 yil she'r yozdim. Shu mutalibcha shu birinchi qatimda yozgan she'r bormi? Bor. Qaysisi bu? Tunji qatim shu o'zim uchun Amaning vaqti qayerda deb bir she'r yozib ekanman 6 kublet. Endi bu chaqda she'rning qanday bo'lganini bilmaydigan vaqtlarimda. Shu tunji hissiyat shu-da, she'r qilgan hissiyat. Shuni yozdim, ammo 6-7 yil she'r yozsam bir odam aka mana she'ringning mavzusi bo'lsa-mu qamlish bo'ldi ekan demadi. Endi atrofimda ko'zim bilan tang tushib qollar maqtab ketdi.
biz ishiltaylik demagan bilan hammasi yaxshi qilsa deb qo'ygandan keyin mayli rost yaxshi qildi mayli shular bizga bir ilhom bo'lsin uchun yaxshi qilsa desin shu tariqada mangduq 7-8 yil she'r yozib 2011 yilga kelgancha shu Abdulla akam bilan tanishishdan 4 kun avval Abdulla akam bilan 7-oyning 23 yakunlashida ko'rishdik 2011 endi esimda bor. Shu 7-oyning 19 kuni biz Qashqarda bir naqshkechilik bo'ldi. Qashqardagi bir yerlik muzika takimizdan birisi telefon qilib, "Mushta bir naqshkechilik bor, dey qildi." Kelib, naqsh o'qpa demaydi-da. Shu tunji qitib yozgan she'rim bayam kepinxon. "Amani baxt qayerda" degan she'rni men ungilib taqatgan to'rda. Ovozliq asar qilib. Asar. Shu she'rimizni o'qib, "Voy va o'qoy." deb deb pulolmayman. Deygi chiqirdi shu pulolmayman. Deb badim erkichilikni o'tkazdigan naqshchi meni tonimaydi, men tonimayman. Shu muzikat akimiz mushbal sahnaga chiqdi deb akirib qo'ydi. Sahnaga chiqdik. Shu yerda bir qancha Qashqardagi hamda shu chaqdagi bala naqshchi bolalar. Shu Qo'jor o'qiyotgan o'quvchi bolalar bilan tanishdim. Shu bolalar bilan tanishib keyin bir qancha tekstni yozib berdim. Orliqda 2012-yili Hazrat Ali Mehmet To'sin men bilan degan deylik tayyorlab qilgan vaqtda shu deyning 3 ta tekst yozib berdim. 2 ta lozim degan 3 ni yozib avatib berdim, bir 2 ni tanlavasin deb. 3-chilisini aytdi. Uning ta'siri yaxshi bo'ldi. Shundan boshlab endi mening tekstim bilan 5-3 DVD plastinkasi e'lon qilingan bo'ldi. Lekin mening kallamda o'zim yozgan she'rni o'zim faqat rozi emasda. Men she'r yozishni qanday bilgangan degan chog'da amdilik uni qopiya ekamiz bo'lmaydigini bilaman. O bo'g'im. Uni buni o'qimayman. Shu masalan shu Abdulla akamning Bulaqman Mo'min akamning sig'iniman sig'inmasangmi. Shu naqshni anglab shu naqshni keltirib ahongiga she'r yozsam bo'g'imi uzun qisqa chiqib qolmaydi ekan, qopiyasini keltira olgandan keyin men deb bir naqshchining naqshini anglayman, shu naqshga g'ingshib tang naqsh o'qigach, u naqshchi bilak tekstni o'qiydi, men o'zim qallamdagi tekstni yozaman-da uning ahongiga. Shu naqshchi 10 kubletlik naqshdan birini yozsa, men bu naqshni yozgan she'rlarim 3 kublet 4 kubletlan bo'lib tugab ketaman men. Shunda qala menda naqsh teksti bilan odatda she'rni o'xshashlar bilan hisoblayman. Kitob o'qimagandan keyin. Lekin buningki menga bir foydali taraf bo'lib qoldi. Men shu naqsh anglab shu naqshga qarata yozgandan keyin ishiltiladigan so'z iboralarga sal bir naqshga mos keladigan go'zal shu yo'lga men ketdim degan. Go'zal so'zlarni ishiltadigan bo'ldim. Orliqda men 2008-yilning oxiridan boshlab o'zim bir meyitlar san'at o'mak boshqalar aytayotgan san'at o'makka mas'ul qo'ydi. Endi u chog'da boshqa hech qanday iqtidorim yo'q. Faqat isamkamni do'rayman. Shu chog'da menda iziqchilik, she'r jihatda toza bir bo'lmasammi, itot yozdim. Itot yozdim. Sahnada ham deylik. Meyitlarni ko'rgandan keyin shu bolalarga tushadigan yozma ularga o'xshash ko'z ko'rmagandan keyin men gapni qanday quloqni manda qilsa, putini manda qilsa, u uqmaydi. Shunga undan keyin tutib bugitdim. Rejissyorman, aktyorman, riyosatchiman, ilanni qilib boshqa bolalar chiqib o'zining rolini o'ynab qo'yish keyin almashtirib chiqdim. Shunday qilib yurib 2016-yilgacha ham nima hisobda bir tarafdan naqsh tekst yozdim, bir tarafdan shu o'makni ham boshqa hisobda. O'makilda o'yan qo'yib yurdim. Muqim bir o'makda emas. Yili Qashqarning, yili Aqsuning, yili Ko'rlarning o'makida yilda bir 3 oydan 6 oygacha turdim men. Ana bir o'mak bo'lsam, yerdan nomerlarini qilib tushirib, ratlashib birab. Shunday qilib Judim 2016-yilga kelgan chaqda undan keyin menga shu Abdunum rayon bevosita markazga iltimos qilib, Jungo tavasida tijorat xarakterlik o'yin qo'ysa bo'ladi deydigan yan cho'jongdan biri bijirpadi o'yin qo'yish. Yan shu ko'jong badi dedi. Uni badi bagandan keyin qo'shilib ketdim men. Chunki
ismi yakan güzel qilib mibla san'at umiki bo'lgan bilan bu doirasi cheklanadi. Ani bizga bergan chaqda butkul Jungo tavasida. Ishkiriy o'lkalarni qo'ysanglar bo'ldi, sharoitlar yer bersa, ishkiriy o'lkalarni qo'ysanglar bo'ldi, tijorat xarakterlik. Ani bijirib bergandan keyin ben xush olib ketib 2017-yili Şinjan Güzel Qalb Medeniyet Taqti şirketini qurdim. Qurgandan keyin endi nurg'un ballasa hamma ishni qilamsa dedi. Lekin mening kallamdagi nishon nima degan chog'da qandaqdir bir yil nam obro' qazilib cho'lpon bo'lib ketishim emas, pul tepib boyvachchi bo'lib ketishim emas, faqat yilqi saq odamlar, yetazay bijirim odamlar qilib ro'yab chiqarib bo'lamagan ishni mayli qilalay, mayli qilmay bir qilib qishlam nishon borchi endi. Ömekning ishlarim yaxshi bo'lib, shirkatning ishlarim yaxshi bo'lib, tuvandagi restoranlarga, klublarga men naqshchilarni maxsus o'rlashtirib birdan bo'ldim, o'tirdi, vositachilik qilib. Shirkat mavjud bo'lgandan keyin endi. Mavjud bo'lgandan keyin shirkat nomidan, o'mekning nomidan qonuniy rasmiyatlarni o'lchamlik bijirib, naqsh tekstlarni o'zimiz urib chiqarib, tarjima qilib, ashlarni maydon sharoiti bilan normal ta'minlab aniq qilib 2019gacha shu she'r yozish, o'makning ishi, shirkatning ishi degandek ishlar bilan bo'lib 2019 kelganda men mashin shirkatdan birini qilib oldim. Mashin shirkat? Ikkinchi qo'l mashin shirkatdir. Ha. Shuning bilan bu mashin shirkatni qilsam, hamma odam seni ko'zan ko'rdiki. deb turadi. Masalan, bozorga chiqimiz ham ikkinchi qo'l mashinani bir yoqdan olamiz, bir yoqdan sotamiz. Ko'zan rost ko'ramiz, yolg'onmi dedi. Ko'may desa baribir ishonmaydi. Sen mashina olib baxtimizmi? Ma gapni oshkorlasam, diborim to'xtab ketdi desa. Amniyat faqat ko'maydi, lekin men mashinaniki endi shirkatda boshqa bolalar bo'lgandan keyin mashinani o'taldirdi, ovozini anglayman. Anondan keyin mashinaniki yil tarixi, marka tiplari men maxsus mashinalarniki shu tipidan tortib, shuningki zavod bahosi qancha pul, yo'lga chiqish qancha pul, shulardan tortib men maxsus yod qoldim. Yodlab, endi chunki haq manchinchi yildan menda mashina bor. Pokizlik nisbati manchilik mashinaniki. Desa mana taxminan manch pul atrofida asaq bo'ldi-ki, manch pul sota olamiz deb bilishim kerak bo'ldi. Bu hozir ashuna bilalaydigan bo'ldim-da. Shu ishlarni qilib, unisi 2016-yildan boshlab o'zim salon qurib, endi 2016 6-oydan boshlab kuniga muqim 4 dan 7 gacha yomur so'zlayman suratsiz. Shuni o'zim loyin qilaman, o'zim chiqarman. Shu kuniga 4 dan 7 gacha yomur degan gap oz gap emas. Boshda va kitoblardan foydalandik, kichikimizdan anglab cho'ng'o'ga yomurlarni so'zildik. Uni har qancha yesi bir yil o'tdi. Bir yil yasi jiq yetgan bo'ldi. Uningdan keyin men o'zim shu yomurni ijod qildim bo'ldi. Hozir qadar ham o'zim tizimlab qo'ymay, o'zimning salonda bir 3000 dan ortiqroq ijodiy yomurimni so'zlabdim. Ovoz qilib taqatdim. Amaliyotda men mana shu dastlabda bu Muttallibjon Qavul degan bola yumurlar orqali qiziqib qolgan. Qarsam o'zi yozgan ijodiy yumurlarda. Men u yumurlarni taqib qilgandan keyin turib yurt shivlarini o'raydigan bo'laman. O'zim qiziqmandim shu ovoz mahoratiga. Anda bo'lgandan keyin dastlabida 2016-yillarda shu yurt shivlari bilan boshlab yumur so'zlashib, telefonni kelib qoldi. Oy qanday gada ya işiniz yok mu sizden xotinnikin durmusunuz qanday kina bu tile babam kina sağlık atqanğa tushib qolgan bir emas bu. Xapımdan tushundirdim. Ang seviye shunchilikdan buni yilqi. Yumur chaqchaqdan tushundim. Qaysi asıldan işleri puşam da. Şani gibini satmasak can baqıl bo'lmatamdim da. Faqatgina diqqat qilay. Chiroyli gap qildi bizda. Men akime diqqat qilay. Sen baqilsang sürekli diyap kalın cümlesi. Erken karşılan gibi kılıç geçerse. Sen atı boğam ful çiçek kamrak emez okşumam da. Ful kamrak dizlam atı şulam gilem sene kızımda. O şimdi sözleyin kaldı yamancı. Pişip ötep gidipsiz he. O şimdi sözlep ketken dikin. Ben toxtap kalay dedim. Toxtap kalay dep.
turib to'xta. Endi bu boshqalar shunda nurg'un odam qo'llayapsa. Mingning arasidan birisi qo'pab shu gapni qilsam, to'xtab qolsam to'g'ri bo'lmaydi deb. Jut shivirlarni do'riga yo'lning keyniga cho'qimli eskartaman. Bu qandaqdir bir jutvozlik emas. Tillarni so'kkanlik emas. Men o'zim yaxshi ko'rganni do'rayman. Chunki men Qashqarlik demanglar, hotelda tartishdim olmayman. Mening yumurchaq chiqib manglaydigan odam nada bo'lsin shu yerlik. Men qaysi jutning shivisini yaxshi ko'rsam, men shuni do'rayman. Deb har bir qitimliq shu jut shivilarini do'rgan yumurda eskartib turgandan keyin xalq buni tadrij qabul qildi. Qabul qilib yaxshi ko'rib, anglab madad berdi. Men shu endi naqshitmaydim. Turupla shu to'y to'kinlarga berib qilma, u yerda yumur so'zi qilmaydi ekanda. Do'stlar o'tirib qolsak, qamlashgan bilan boshqa faoliyatlarga yumur chaqchaq tushmaydigan so'rinlar bo'lib qoldi. To'g'ri. Bir narsa talab qilib qildi shu yerda. Endi mana shimol tarafda biz qanday chaqchaq qilsak qilib o'tkazayotgan bilan Qashqar tarafda bir chaqchaq mandara qilsak rost qilib tayqirga chiqdi bu yerda. Shuning bilan vallahi o'zing yozgandikan. Sen yazsang biz ahangni ishlasak, mana qilib bir naqshi aytdi, bir qancha naqshi aytgan bo'ldik. Azir ko'pdir endi shu janubning sharoitiga tush kerak. Shunga amal qabul qilaligidek oddiy naqshlardan boshlab. Yaxshi bo'lyapti. U naqshni nima oldik? Shundaqda mutalibcha hozirgi kelgacha mush yoshda nurg'un ishlarni boshdan o'tkazib, nurg'un tirishchilik ko'rsatib, aztul natija yaratgan bir yigit bo'lish sifatingiz bilan mushu boshqalar qaraganda mushu ko'zning ojizligi sababidan bir azoblangan yoki bir afsuslanib qolgan vaqtlarim bormi? Bu jihatda men shu bayon degandek, hamda ko'zrinki odam uchun intayin muhim ekanligini his qilgan vaqtda azroq ko'nglim yerim bo'lganligi unda, deb menda azoblanish yo'q. Asta cho'ng bo'ldik, cho'ng bo'lgandan keyin boshqa kelganda batur deb men reallikni ishtik qabul qildim deb o'ylayman o'zim, ichim gap ketmay. Men shuni o'ylab bo'lsin to'xta. Endi ota-onamizga farzandlik burchimizni haqiqiy ado qilamidik endi mushta bo'lgan ekan. Lekin oshilninkin bisimini yenikitib, bolamni g'am qildik, g'amimizni yo'q qildi deganni o'zim ham shunday bir to'g'ri. Azroq bo'lsin bir bisimini yengillatsak, mush bir farzandlik burchimni ado qilgan bo'lar. To'g'ri. degan maqsadda shu mayli o'mak qurish bo'lsin, yoki shirkat yoki naqshtekisning ishlari bo'lsin, qat'iy qo'ldan bermadim. Endi birdan bir shu afsundigan ish bunday bo'lganda shu ota-onamning normal odamlarga o'xshash qilish tegishli xizmatini qilolmay qoldim. Menimcha mushun natijaning o'zima boy degandek ota-onalar aslida bu o'g'ildan ansiraydi, hatto kichik inlarini bu akanlarga cho'qim yaqin tursizlar, yordam qilsizlar degan bir umidda yurgan. Ammo o'lmagan yerdan hozir Mutallibjon o'ziningki o'shanda bir yushrun qobiliyatini namoyon qilib tirishib yurib, hozir ufqlarga o'zi aql bo'lyotdi-da. Xuddi normal odamlar hatto ba'zi biz qilolmagan bir ishlarni jur'at qilib oilani yukini yeniklatganning o'zi shu ota-onaning umidini oqladi degan yerda chiqdi. Menimcha buningda hech qanday chatoq yo'q. Biz normal ko'zi aniq ko'radigan odamlarmi havas qilg'idak yoki yatdan desak bo'ldi bu jihatda jamiyatning ko'ngil bo'lishi bor. Biroq o'zining tirishchanligi asosan muhim o'rinda turdi. Bu jarayonda balkim odatda nurg'un saq odamlarning yanada bir yordamchilari bo'lmasa, ma'lum bir o'ziniki natijani qo'lga keltirish jarayonida yordamchi bo'lmasa, hamkorlashuvchi bo'lmasa, o'zi yolg'izlar hech qanday ishni balkim to'liq maqsadga yetkazib o'z roziligidek vujudga chiqara olmay qolishi mumkin. Jumladan Mutallibjonning mening anglashimcha shu ayoli, ya'ni bizning singlimiz, bizning nazarimizda vafodor ayol Mutallibjonning kuchli yordamchisi, nurg'un ishlarda yukini yeniklatib, yaqin turib, uzunni qisqa qilib, to'yinni egiz qilib degandek bunday bir yaqin yordamda bo'ladi. Shu bugungi fursatda balkim Mutallibjonning shu singlimizning o'ziga ko'rsatgan aqidasiga, yetkazayotgan muhabbat mehriga balkim bir ko'ngil so'zlar bo'lishi mumkin. Ashuni anglab baqsaq bo'lamdi. Bo'ldi. Endi meniki
Men to'y qilaman deb yurib, endi nurg'un elchilarni qo'ydik. Nurg'un uylarga elchini qo'ydik. Lekin ular bir qizlam savol bilan rad qildi. Qizimiz erini baqamdi, eri qizimizni baqamdi degan savolni o'tirib qo'ygan ekan. Bo'ldilar, to'y qilmay o'tib ketaydigan yerga keldim. Arliqda bu ham degandek, mana shu sirtning qaysi viloyatlarning o'maklikda taklif bilan turadigan bo'lgan ekan. Oqsuvninki bir niyatlamakka berib qoldim 2012-yili. Berib shularninki o'yinini qo'ydik. O'yin qo'yish jarayonida biz 3 yil bo'lgan o'mak bilan hamkorlashyapmiz. Lekin bizning o'makniki mas'ulniki singlis farqini bilmaydimda. Oqsuvda o'yinni tugatib, ko'rliq barimiz dedi. Bo'ldi, ko'rildi o'yin qo'yiblar, bu yerga dedi. Bilet sotadigan odam kamlab qoldi bizda. O singlisni aytib oldi. O'makda shu birga turgan vaqtimiz taxminan 15-20 kun chiqdi. Shu arliqlar hamda ishkaylan tanishdik, to'y qildigan bo'lib qoldik. Cho'nglar qo'shilmagan bo'ldi. Qiz tarafniki. Ularningki iddiasidan yomon ta'sir o'tkazib to'y qilgan. Hozir men dehqon o'psa emasman. Meniki bir qiz, 2 o'g'lim bor. 3 bolam bor. Ayolim hozir qadrimda oilada. Men ham deyildi. O'zimlik tijoratdan onun bunun ishlaridan o'zim muddasidan chiqqan ekan. Opam endi 19 yil o'qituvchilik qilib bir menga qon tushib ketish sababi bilan halashlanib qolgan. Ayolim uyda shu 3 bolani beqish. Men shu mustaqil o'yinliga safarliga maqsam shu kirqatlarini yuvib tayyorlab qilish, onamning oldini xabar elish. Ishga inim bo'lsin, garchi men cho'nglarni o'zim bilan turg'izib olgan. Biz bilan turistlar deb. Ayolimni shuni talab qildim. Biz bilan turmush bo'lmaydi deb. Chunki ayolimninki dadisi, ayolim 6 yoshga kirganda tugab ketibdi ekan. Dadisiz-da? Ha, dadisiz. Andaq bo'lganda ekan men dadim mehri qanday cho'g'oqa. Opam dadam biz bilan tursin deb ayolimni o'zidan talab qilishi bilan, mening talab qilishim bilan shu opam dadam biz bilan billa. Shu ayolim oilada ham desabdi 3 bolani beqib, ota-onamning oldidan xabar elib, meniki har qancha qiyinchiliklarimga yaqin turib, turmush deganda jidal majrasiz turmush bo'lmaydi deydi. Biz lekin shu 3 bollik bo'lib hozir qadar sen pan deyishib mana bir ullikrak. Masal joyil. Sirtda ko'nglim ranjib qasmi uyga kirib, o'nta turib aqrab qoldigan mijozim bor. Ko'may xato vaqt bo'ldi. Xotin bilan endi yaxshi chiqishib qoldik. Bakrak achchiqim kelib qolsa, gap qilmay uydan bulunib turmas, topolmaydi ekanmiz o'g'raydi. Achchiqim minib qo'yganda asla paydo bo'lib qolgan. Bu yaxshi amal. Uni sizni urasiz, uramaysiz-da. Tutvasan. Tutvanmisi meni urdi. Shunday yaxshi o'timiz. Şu an ezelden mayli program oldu bo'lsin, mayli işte do'stlar yig'ilishi, ammaviy faoliyatlerde izchil deydiganim, o'g'il bola 100 topiman, pul topiman, taraqqiy qilman deydigan ishni cho'qim qilish kerak. Birisi qo'l ilkimdi yo'q deb emas, qo'l ilkimdi bo'lmasa qarz qilib turib ota-onasini boqqan o'g'il bola. Ana lekin ayoliningki qo'lishi erishgan o'g'il bola har qanday qiyinchilikdan yengib o'tib, o'zi bilib bilmay inovat tiklaydigan, ko'zlagan maqsad muddalariga to'liq yetadi ekan. Ishga nuqta hamda biz deyilqa ota-onangga yaxshilik qilamsa, javob qaytaramsa, javob qaytarma deydi ekanmiz hammamiz. Qachon? Yo bu yil kevazni terib paxtani sotganda, yo oliy maktabni bitkizib xizmatga chiqib maosh olganda, lekin biz o'sha pulni yig'ib ota-onamizga javob qaytaray deb bo'g'ish bo'ldi. Yo'qolib qoldi ekan. Shu chaqdanikni ota-onam mening asli pulim emas, bir ko'y pul ketmaydigan minnatsiz bir mehr muhabbatimga muhtoj ekan, to'q asli deb yurak tatlab qoldi ekanmiz. U keyingi pushaymon shu bizga hech qanday bir foyda kelmaydi ekan. Endi shu ko'zning masalasiga qaytib kelsak, menda jiqadamish ko'zingiz to'g'riliq savol so'rasa xafa bo'lamsiz deyman. Qat'iy xafa bo'lmayman. Qat'iy xafa bo'lmayman. Chunki bu ko'z ko'rmaydigan bolalarning jiqlari boshqalarga biqindi bo'lib qilishda eng muhim sabab bolamning ko'zi ko'rmaydi deb
Şunda sırtqı maqsad qaldığımızga ayaqni ekep bolgan, yetlaydi adamdan birisi tayyor turgan, şun bilan o'ziga tonish bolgan muhitning o'zidan o'zining erkak iqtidoridan arilib qoldi ekan. Asta-asta shuni kunab qoldi. Kunab qoldi ekan. Ana lekin ba'zi bolalarni lekin ko'z ko'rmaydi yoki ma'lum bir a'zosi miyib deb ommaviy sorunlar bilan ijtimoiy munosabatlar uchrashtirmagandan keyin olimning psixikasidan masala ko'rilib u bolalar yana ota-onadan keyin qolgan chog'dan keyin haqiqiy bir tirik jasadga aylanib qoldi ekan. To'g'ri. Bu ilq bu mutallabchanki odatda 5 a'zoyi odamlarga agar biz shu o'ziga chiniqish fursati bermasak, cho'qim shu biz qilpaga kunab qolishi mumkin. Keyin o'zi buni qila olmasligi mumkin. Endi ko'laladilki bir odamni bir qitim sarang desang, bir tishlanguch sarang bo'ldi degan gap bor. Nima gapga desam, Yusufjon napisak, Yusufjon siz naqsh aytolmaysiz deb bir odam desa ishonmaydi. Men aytolmaydigan tursam. Ikkinchi odam desa men aytolmam degandimi yo? Deb uchinchi odam Yusufjon siz naqsh aytolmaysiz, biz chavak chap qo'ygan bilan edem deb bo'ldi, men rost naqsh aytolmaydi ekanman juma. Naqsh aytmagan bo'lib qoldi ekan. Jo'y ta'sir qiladi-da uni. Endi shu yilqi bizlar nima sen qilolmaysan deb 3-4 odam degan bo'lsa, kayni-kaynidan biz to'xtab qilishimiz mumkin. Bizni qo'llab bugünkidek ana shu sahnalarda olqishligi, guldastligi muyassar qilgan shu xalq, ya'ni shu har qanday bir atrofdagi bilan uchrashsa, endi biz natija qozondik deb sanab tursaqmi, bizlar bilan silishtirib olmay, Allah'ın ko'zi ko'rmaydi, menda ishni qildim, qilolmadim, bas qilolmaydigan nima u demak. Ashlarga bir rag'batlantirib bersa. Men shu ko'z ko'rmaydiganda to'g'riliq har qanday savol javob bo'lib qolsa, har kimningki men javob bersam, men bu qitim iltimos sunib qo'ydim shu ma'rifiy darsi uchun. Har qaysi maktablarga berib maxsus yaxshi o'qish to'g'risida bolalarga. O'zimil she'r yozdim, manchilik naqsh tekstim aytildi, manchiming yomir chaqchaq yozdim degan bilan bizni savodsizlikning dardini bakchiq tatdik. Yo'q. Shaxsan men ashuna bo'lgandan keyin mush to'g'riliq o'zimni misol keltirib turib leksiya so'zlaydigan qaqsiz mush uskuni jabduqlarni o'zim chiqirmay, qatnashni o'zim chiqirmay shofirim bor. Chiqirib mush qurbimning yetishicha shu ma'rifidorlarning o'rlashtirib turish doirasigacha bulun pushqoqligicha haqsiz bir leksiya so'zlashni menimcha bu ishni mutallab qila oladi. Nima desa biz davomli uning savollardan yumor chaqchaq, ilg'or fikrlarni anglab turyapmiz. So'z qobiliyati haqiqatan bo'ladi. Agar bo'lib qolsa, shunda mush orzuyg'imi yetkiladi. Demak, bu mushu mutallibning yaqindan beriki yetmoqchi bo'lgan bir muddasi yoki orzusi deb tushunsak bo'ldi-ku mutallib. To'g'ri. Menimcha mutallibchan shuncha ajr mehnat so'ndirib jafo mashaqqat tirishib turmishib, oxir bizning nazarimizdagi ko'p qirliq bir san'atchiga aylandi. Ya'ni naqsh aytish, ijodiy ohang ishlash, ijodiy tekstlarni yozish, undan boshqa do'rash, yana sahna asarlarini yozish, itot bo'lsinmi, kichik bo'lsinmi. Undan boshqa hozir salonlarni ishlab, uni ovozli asarlarni deklamatsiya masalan, ovozli asarlarni o'qib taqitish, bu ummatlargacha qatnashib faoliyatlarini uyushtirib yetaklab deganda bizning nazarimizda haqiqatan o'zining yeshida ta'sirlash ichida biroz ko'p qirliq bir san'atchiga aylandi. Buning nurg'un ajr ketdi. Hamda navbatda bizmi bu yigitning yana texmi yuqori palliga chiqishini umid qilamiz. O'zining ko'zlagan orzu armonlarga, ya'ni bundan keyingi ko'zlagan masalan maktablarga berib yosh o'smirlarga o'zining chin yuragidagi ilg'or fikrlarni yetkazishdek, leksiya so'zlashdek orzularga yetishini umid qilamiz. Hamda oxirdamda biz Mutallibjon qavul degandeklar uning qiziqarli yumorlari, uning san'ati, naqshisi, musiqalari esimizga keldi. Bo'pmi yumorlari? Bo'pmi biz hammamiz yoqtirib anglaydigan yerlik she'rlar yoki boshqalar do'raydigan qobiliyati. Bugun bizga bir ishki yumor so'zlab berishga bulando o'tadilar. Bo'ldi. Mayli taqlib bo'lgan bo'lsin. Yangi ovozda yaxshi. Naq maydonda bir anglab baqsa
Mening endi Abdulla aka qo'shib qo'ydig'ini men ichki orzuyim bor-ku. Bu endi nishon boshqa, orzu boshqa bo'ldi ekan. Nishonga endi sabab qilsak 7 yil bo'ldi ekan. Mening tushunchamda. Orzuyim endi mangu reallik aylanmaslik mumkin. Lekin mush orzu orqali boshqalar bir ulga yoki ibrat bo'lib qolsa jap emas. Mening endi birinchi orzuyim ota-onam yoshga cho'ng bo'lib qoldi. Men degandek onamning musiqadan tushgan falashalatda. Birinchi orzuyim endi hozir qadar shu ota-onamizningki mehrini his qilib, ovozini anglab, etgan tuz taomini yeb cho'ng bo'ldik, tarbiyasini anglab degandek. Shu ota-onamning hayot vaqtida bir qitim bo'lsin shu ota-onamni o'z ko'zim bilan bir ko'rib olish orzu. Ikkinchidan degan chog'da endi bu bilimsizlik har kim uchun yaxshi narsa emas ekan-ku. Men shu bir soat bo'lsa-mu bir o'qituvchining yig'izidan o'quvchi bo'lib bir dars anglab berishni bek orzu qilmayman. Pul tepish bu hech qanaqa orzu yo'q menda. Shu ikki xil orzu endi hozirgi bizningki shu avlodlarimiz uchun, yoshlar uchun, bizning kichiklar uchun hamda azodi sinib, pokiz o'rindiq, ilg'or o'qish materiallari, sapali o'qituvchilar hammasi to'liq. Shularning ichidan men o'qishni majburiy ma'rif sifatida tugatayotganim bor emasmi? Shu bolalarga deydiganim, hamon bir kun shu bilimsizlik o'zini ko'rmayib keldi-ku, pushamayib keldi. Shu bir avlodlarimiz bir soat emas, 1 minut vaqtini bo'sh qo'yib bermaydi. Bilim asa. Bir harf, bir xat o'rgansimi hisobganchu. Hamon bir kun eslab qoldi, lekin yaxshi o'qimagan bolalar, bir ko'z ko'rmaydigan odam Abdulla Abdurimni endi o'tirib da'vatga bishgatni askin demadi. To'g'ri. Bu gerçi mutallib o'zi bu balkim ben yetamaydigan orzu bo'lish mumkin dedi endi. Odamda hammasida orzu bo'lish kerak. Hozir butun mamlakatda ko'nglimizda orzu bor. Butun davlatimizning, butun davlatdagi har millat xalqimizning ko'nglida orzu bor. Eng buyuk maqsad nishonlarni ko'zlab ketyapmiz. Jumla mutallib jami shunday ekan. Hozirgi fan texnikaning saviyasidan bu orzuga yetkil bo'lmaydi, deyil bo'lmaydi. Biz shuni umid qilamiz mutallib. Shu yaxshi go'zal orzularga yetinglar. Balkim uzunga qolmay qarindoshlarning ko'ngil bo'lishi, fan texnikaning kuchi bilan balkim bu orzular amalga oshib kelishi mumkin. Faqat bunga vaqt ketadi. Rahmat. Unda bo'lsa shu Abdulla akamning oldida, shu yaxshi kasbdishimizning oldida bir jut shivilardan kichikina ariya deb paqaylar qolmas. Shu Xotanninki Chuqovaza degan yerda bir bola yo'lning o'ngdan so'lga o'tkicha chiroq qaramaylam o'tib bir mashina so'qab soldi ekanda. Ig'ir yarlanib yotgan mayanda bir yo'lovchi tilib urib qoldi ekan 120 ga. Ay qandaqa abdan tuluma tinchilik mavzuxonam. Tinchilar nima valim kas qildingiz? Ay bir yerga go'shtiri burug'lamaydi qalan. Ay bir yetim chiqvazad indim men o'tkichi mashina bir so'qab qopdi. O'libmi deb yotibdi. Şunu bir kelib qutqizib qamtiki deb telefon algan. Bu biz hazırlan bakmaz. O ittik yanlamaqma bo'lmasmaydi bikatov ulayapti. Deb shuni bilan Qashqardan tilib urib qoldik edi. Tishliqma, tishto'lima qaydaraqandan. Yaxshi nima valim kas qilib. Qaysay qasir bir vaymay olmagan ekan. Endi bir şey shu ba'ajit tushga tilib urdi ekan emas. Ba Xambazirning oldida bijitam, bijko'zi osmonda, bijko'zi qasqanda. İgizden tekimiga pakanı biqini qaylab menib tikenmi demma, mashina bir so'qab tashlabdi. Charp tasbali olib yotida. Shunga qasirib bakatuqchi g'ar kelib qutqizasiz qayda ola. Bo'ldi efendim biz hazırlan birimiz. Bo'ldi be g'ar kelchalar bo'lmas mayitim bakatuq ulayverjima men deb qo'yar. Deb atishni turib qoldi ekanda. Yaxshimisiz qanday valim gaz qilsiz. To'xtab turib ketem deyapman abishimiga. Ya efendim 110, 119, 120 pul ketmaydi qanday oldi? Unda olib qaz başdan kelni, uyqilchilik mande, balcha qilcho, tijliq to. Yaxshi efendim nima avalim qaz qildingiz?
Men bir şey ne maşa so'qiydi ki. Arba üle alet yapdı. Şoy qasıl gelip qo'zan qayda ularni. Bo'ldi efendimiz bag'ishimiz qapolmamış 110 telefon qilib qo'ysanglar bir Ahmedan qo'g'dab tursin. Onunga çoğu pul giden bir ahman değil. Ya efendim pul ketmedi o dedim, o pul ketmedi. Nasıl bir pul ketmedi kan numardan bir 40 deyip baysalım etigeni karşı kuşuluk bir tılıp vurup ne da kaçırmam böyle. Şöyle turpandan urup kaldı kendi. Ana, taz mı? Yaxşı, nime valim kas qildilar? Ana gap bu. Mana Qo'yan saylangan do'qmish turmamda. Ha. Shu do'qmishda bir kuytuzni, masha soqa qo'yibsizmi? Shunga qutqizib qo'ysangizlar qanaqa bo'lar? Ha, bo'ldi biz hozirlik bormiz. Sizlar anga chiqib bo'lmay 110 ga telefon qo'ysangizlar, Ahmedan qo'g'dab turg'aysiz. Qanoq gap bu ketdi. Sizlar 120 qo'z. Ha. Ana xo'sh 110 telefoningizlar demak qo'shningizlar olganki deringizni voqa qo'ysinlar ha. Rahmat. Bugungi suhbatimizda biz Mutalibjon qavminiki o'sha yengilmas ro'yidan, g'ayrat shijoatidan yana nurg'un yangi his tuyg'ularga keldi qo'ysak bo'ldi. Bu o'ziniki shu kichkina ko'ngil yerimchiligini, ya'ni ko'zining ojizligini o'zi uchun besim qilib olmay, yana to'xtamay tirishish, hatto bizga o'xshash saq odamlarning qo'ldan kelmaydigan ba'zi ishlarni vujudga chiqarishdek go'zal bir orzu armonlarni amalga oshirish uchun to'xtamay izlanish va haqiqatan bizning bizga o'xshash normal saq odamlarning o'rganishga tegishli bir ruhi deb o'ylaymiz. Sizga rahmat. Endi mayli burundan ko'z ko'rmaydigan deb qamson deb endi xijil bo'lib emas. Maqsadim saq odamdek yashash uchun bo'lgandikin, masalan hukumatdan neplaydarlardan bizga amal aslarini taqib turdi. Unimi ishiltib baxmadim. Haliqi ma yo'lni bayqab maqadigan. Masalan uni ishlatmayman, endi atrofimda muqim odam bor. Bu birinchisi, ikkinchidan xalqlar ko'z ko'rmaydi. Unda emas-ku. Chiroy pokiz kiyim kichik joyida balkim bu. Ishlanmay qoladi. Bu gap menga nisbatan bir savol tug'diribdi. Bu kiyim kichik joyida ekan degan gap. Bu ko'z ko'rmaydigan odam degan menda bir ko'ylakni shab qo'yish o'rtug'ida kirilishib ketadigan qasmoq kiyimlarni kiyib yuzim bo'ldi. Demakchi bu. Vallahi bir normal odamdek yurib qolibdi ya deb hayron qolgan o'xshaydi. deb o'ylayman-chi. O kishining aslida sana bo'lgan yaxshi bahasi bizning nurg'un tillarimiz ashula bir kamchilikli boshqa ma'no berib qo'ygan. Lekin amaliyotda san qoyilligidan bo'layotgan nimada? Endi oiladimi masalan ashula qiyiqlik yurgandikan, qaysi kun bir ish bo'ldi. Men bir shogirdimga mashina olaylik deb Qashqarga borgan, berib yakandimdaman. Yakani Qashqarga borib, berib bir mashina bozor kelsa, men to'lmaydigan, men to'naydigan odamlar ekanman. 100 kilam to'naydi ekanda, bir ekranda ham to'nagan. Voy, Mutalibjon qavul deb ko'rishdi, ha desam, kelib qolsaydi bir mashina lozim bo'lar, kelgan desam, o'zingizga olamsiz dedi. Men buni tuzlam tushunib, ama shogird qolay degan. Sabab sizning prov borda. Ismi yo'qlar. Sizning prov borda dedi, men prov endi o'qimoqchi. Chaqchaqlab qolishdi deymanda, o'qimoqchi desam, va pravninki imtihon turiga yana boshqa turlarni qo'shidi ekan. Amal bor vaqtida ilvoslar sizga sanaychilarning mangdaga yo'li jiq bo'ldi dedim. Ma'qul. Ashlamam deb qilolmaydi ekan. Qo'shilib qoldi mashina olib qolsa-chi. Qo'shilib qoldi. O'ylama bir kuni azra kayfiyatim nachar o'tasam balam so'rab qoldi. Cho'ng o'g'lim endi 6 yoshga kirdi. Dada dedi, desam Ochiqingiz kepkes ko'zingizga ishnim ko'raman bu sizni. Xuddim ayolim qo'pib, bolam dadani ochiq kelmasam ko'ziga ishim ko'rmaydi. Shunday bir kulik chaqchaqlarimiz men faqatlam ish qilib ko'z ko'rmaslik degan gapni qandaqdir bir yaxshilik tarafdan o'ylaydigan bo'ldim. Ana deganda safarlarga chiqsak, yonimizda do'stlarimiz bo'ldi ekan. Üzülmaydi. Yolg'iz qolmaydi ekanmiz. Lekin shu
Saqla bizning 3 turlik var. Göz görmeydiğin 3 turlik işimizni qaytarib bersan oldu ki. Qaysi deysan? Men jiq o'ylandim shu 3 xil turda. Qatnashning ichida poyezdimiz ko'z ko'rmaydiganlar bo'ldi ki asli. Ma tanarkat turda bu chilishish asli ko'z ko'rmaydiganlarning tanarkati ekan. Shu asaqlab bo'lgan ekan. Hem bu ko'ngil ichish turda ma san'at turda endi ko'ngil ichish turda tansa asli ko'z ko'rmaydigan usul ekan. Bu tutvaga qo'yib o'ynaymiz. Bu usul o'ynasak, bizlar usul o'ynagan qizlarning oldi oyoqqa, biz oyoq bo'lib qoldik ekan. Yo'q, xeli sen degan olmagan ekan. Ada tansni yaxshi ko'rar ekansizda. Hadi tansni yaxshi narsamki deylar. Shunda qilib Abdulla akani aytdi, yaxshi bir yurak so'zlarimizni devlab Yusufcanmı şu, menmi şu, ayet yeniklep kaldık. Şuna akamda bayamdan beri gep sözlerimizden yaxşı anlap berdiniz, yaxşı bahalarını, yaxşı məsləhətlərini berdiniz. Hem de ben kesbi nakşçı bulmasam mı? Özüm yakında yazgan bir nakşam var. Şu nakşamda bir soğat süptüde sizge vermiş. Barlıq dostlarımız bir soğat kılıp etsem. Hop biz köpçülük bilen billa anlaylı. Hoş. İntizarımız nakşılara gitti. Rahmet. Azar buldu cinimga Eşnalık metinip yürüdüm dilimga Sevinişim azar buldu cinimga Seni eslep yığılmakta yürüdüm Mümkün bulsa gelip ketkin yanımga Eslep yığılmakta yürüdüm Mümkün bulsa bir kilip get yanımda Kirpik kalkmaydılar tanga ulaştı Rengim saman sügü gülüm sulaştı Kirpik akmay güller tanga ulaştı Rengim saman sügü gülüm sulaştı Tünde hasret dilim bilen sırdaştı Mümkün bulsa kilip kettin Hasret dilim bilen sırdaştı Mümkün bulsa bir kilip get yanımda Yetken bulsa xatlerim Mümkün bulsa kilip get